Men qaydaman. Juda ajoyib davradaman. Navbat bilan tanishtiraman. Ajoyib bir davrada bugun mehmonman deymi, mezbonman deymi? Xudo xolasa, do'stlarimni yaxshi bilasizlar. Mana Jo'raqo'zi hoji do'stim, ajoyib inson. Mana Hoshimjon davramizga kirib keldi. Mana Hamdullajon, Komiljon, Ma'murjon, mana Ahmadjon do'stlar, qadrdonlar, aziz muxlislar, bular meni sinfdoshlarim. Meni o'sha 10 yil birga maktabga borib kelib yurgan do'stlarimiz, ularning orasida turli kasb egalari, vatanimizga, yurtimizga, davlatimizga xizmat qilayotgan do'stlarimiz, ovchi do'stlarimiz bor. Mana hozir sazan baliq keldi, oq baliq deymiz, u keldi. Mana hozir Qashqaldoqni yigitlarimiz, do'stlarimiz kabob qilib berishmoqchi, shashlik qilib berishmoqchi. Mana shu ko'pchilik biladi, juda ham tansiq taom. Bu o'taka deyiladi. O'sha qushlarni nima deydi? Qashqaldoqni, o'rdakni o'takasi. Mana do'stlarimiz bemalol gapirib o'tiraylik. Hozir bir insonni o'zini o'zi tanishtirsin. Mana shu inson. Sizlar taniysizlar, do'stlar. Dünya ko'zga torda bu kunlar, dil mehrga zorda shu kunlar. Dardim faqat o'zimga ayon, peshonamda borda bu kunlar. Dünya ko'zga torda shu kunlar, dil mehrga zorda shu kunlar. Dardim faqat o'zimga ayon, peshonamda borda bu kunlar. Kunlar, 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 peshonamda borda bu kunlar. Mirzo Karim akamning she'ri. Sizlar uchun Shavkat Madmarov. Aziz do'stlar, kunlarimiz mana shunday shirin diydorlar bilan, mehr oqibatlar bilan o'tsin. Hamisha aytaman, yurtimizga ko'z tegmasin, do'stlarimga, sinfdoshlarim ko'z tegmasin, Komiljonning san'atiga ko'z tegmasin do'stlar. Mana shunday salatchi deymizmi? O'sha gazak tayyorlaydi. Mana shashliklarni Ma'murjon tayyorlaydi. Mana hammalarini aytdim. Do'stlar, albatta sizlarni ham meni do'stlarimdan qolishmagan do'stlaringiz borligiga aniq ishonaman.